Salom do'stlar, men sizlar bilan Velocraft. Men 13-qishloqni qidirib kelgandim. 13-qishloq mana shu yerlarda bo'lishi kerak edi. Borib ko'raylikchi. Do'stlar, ana uylar ko'rinyapti. Mana do'stlar, menimcha 13-qishloqni topdim. Endi men bu yerda mazza qilib videolar olaman. Do'stlar, bu uyda kim yashar ekan? Hoy do'stlar, hech kim yo'q. Mebellar ham yo'q, hech kim yashamas ekan bu yerda. Bu yerda millionerlar ham yashar ekan do'stlar. Ko'rib turganingizdek, uylarga qaranglar. Menga oq uy yoqdi. Va mana bunisi ham yoqdi. Millionerlar menga qarab turibdi do'stlar. Keta qolaylik. Hozir bizga bu yerda nima qilyapsan deb urushib bermasa bo'ldi. Do'stlar, ketdik. Uyga qaranglar do'stlar, menda ham shunaqa uy bo'lsa. Lekin men mana bu Kuznitsada uyda olmoqchiman. Mana shu uyda. Merni oldiga kiraylikchi, nima der ekan? Salom mer, qalaysiz? Yaxshiman, sen yangimisan? Ha, men yangiman. Ana u Kuznitsani menga sotsangiz, men u yerda uyda olmoqchiman. Yo'q, sota olmayman. Unda menga boshqa uylarni sotarsiz. Yo'q, o'zingga uy qurib yasha. Xo'p, o'zimga uy qurib yashayman. Do'stlar, mer menga o'zimga uy qurib yasha dedi. Endi men o'zimga uy qurib yashayman. Mana do'stlar, o'zimga kerakli bloklarni olyapman. Tosh blok kerak endi bizga. Mana tosh blokni ham oldik. Ha do'stlar, kirka va bolta kerak bizga endi. Mana kirka 4 ta izmirod ekan. Bolta ham 4 ta izmirod. Do'stlar, mana men bir kun mana shu yerda uxlab turdim. Ko'rib turganingizdek, endi uyni qurishni boshlaymiz. Do'stlar, mana shu yerdan men uy qurishni boshlayman. Mana shu yerdan do'stlar. Juda zo'r chiqadi hali mening uyim. Do'stlar, hozir men sizlarga qo'shiq qo'yib beraman. Shu qo'shiqni eshitib, mazza qilib meni videomni ko'ringlar. Now that you're out of my life, I'm so much better. Thought that I'd be weak without you, but I'm stronger. Thought that I'd be broke without you, but I'm rich
Do'stlar, men sizlarga uyni tayyor holatini ko'rsataman hozir. Sizlar ham uy qurishimni ko'rib charchab ketgandirsizlar va mana do'stlar, uyni tayyor holati. Do'stlar, mer qo'ng'iroq qilyapti. Alo mer, nima deysiz? Tezroq fermanga qara. Xo'p, mer. Tez meni oldimga olib kel. Xo'p, aytgancha. Oyligingga bugun olasan. Xo'p, mer. Do'stlar, tezroq olib bormasak, mer bizni nima qiladi? Oyligimizni bermaydi. Shuning uchun tezroq olib borganimiz yaxshi. Do'stlar, hamdasa mebellarni qarzga olib turgandim va o'sha qarzni uzamiz, pulini to'laymiz, ya'ni. Do'stlar, hozir mana bo'ldik. Endi bularni qayta ekib chiqamiz. Mana shunaqa qilib. Hozir do'stlar, ekib bo'laylik. Merning oldiga borib oyligimizni olamiz. Do'stlar, bu uyni qurib bo'lgach, mer meni yonimga kelib aytdi, yoniga ferma qur deb, va men rozi bo'ldim, chunki men bu yerda ishlab pul topishim kerak. Shuning uchun va mer menga shularni qurdistirdi. To'g'rimi, mer? Ha. Mana do'stlar, menga beryapmiz. Oyligim 64 izmirotmi? Ha, albatta olaver. Do'stlar, men oyligim 44 ta izmirotmikan deb o'ylabman. Do'stlar, mana endi ko'raylikchi. Kirgan kartoshkani yana shu yerga tashlab yuboribdi kimdir. Do'stlar, mana bu juda nima qilyapti? Hoy, sen yangimisan? Ha, men yangiman. Ehtiyot bo'l, o'rmonga ko'p borma. Nimaga, Jitil? Nima uchun? O'rmonda bitta jinoyatchi qochib yuribdi ekan, yangiliklarda aytishdi, eshitmadingmi? Yo'q, hali endi senni eshityapman. Agar jinoyatchini ko'rib qolsang, o'rmonda qoch. U qotil manyak ekan. Xo'p, Jitil. Agar uni tutib bersak, senga katta mukofot puli berishadi. Qanchaligini bilasanmi? Yo'q, lekin bilmayman. Do'stlar, mana Jitil aytyapti, bitta o'rmonda jinoyatchi qochib yuribdi, mana shu yaqin atrofda. Shuni tutib bersak, bizga mukofot puli berishar ekan. Men uni tutib beraman va mukofot puliga biznes qilaman, do'stlar. Do'stlar, qanaqa biznes qilmoqchiligimni bilsangiz, keyingi videolarda bilib olasiz. Hozirchalik do'stlar, xayr.